Assalomu alaykum akalar. Mana Xudo xohlasa tunuka fon stolklarimizda Qozog'istonga dastavka qilib beryapmiz. 330lik komplekt. Bunda 3 tasi Galavaga milishlar yukladik. Bitta qaychi bu Almataga ketadi. Bu yerda ikkitasi Ostonaga ketadi, bittasi Atroga, bittasi Chimkentga ketadi, bittasi Turkistonga ketadi, xudo xolasa. Kimga shunday stollar kerak bo'lsa, yuksalishga murojaat qilaverasizlar. Qozog'istonni Libboy yeriga dastavka qilib beramiz. 330lik komplekt. Orqaga oling. Qarab turasizlarmi? Aha. Bu Almataga ketadi. Bular ketadi, bular. Haydi.